Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qorin chiqib, yog'lanib, jigarlar, yuraklar yog' bosib ketgan bo'lsa, sizlarga mana uy sharoitida mini zalni sizlarga obzor qilib beramiz. Faqat videoda boshidan bittadan like qizg'anmasdan bosib qo'ysalaring, mana shunaqa tugmacha bor. Bitta bosib qo'ysalaring ko'pchilik ko'radi. Agar siz olmasangiz ham jigar qarang. Birinchisi bunisidan boshlaymiz. Mana bu pressga ishlasalar ham bo'ladi. Mana shunday holatda orqaga tortasizlar oyoqlaringni, oldiga, orqaga, oldiga, orqaga, oldiga, orqaga. Bunda nafaqat erkaklar, ayollar ham ishlasa bo'ladi. Bellari kirib, baqbaqalar osilib ketganlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham chiroyli holatga olib keladi, xudo xolasa. Narxi ham unaqa qimmat emas. Jigarlar, hamma videoni ko'rsin, like bosasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa sizlar uchun video qilyapmiz. Xudo xolasa podpiska ham esdan chiqmasin. Xo'p, Ravshanbek, buni narxi nech pul? Narxi 1,5 million so'm. Toshkent shahargacha, uylargacha dastlabki bepul. Qolgan joyga shaharlar markazigacha bepul. Shahar markazlarigacha bepul bo'ladi. Xudo xolasa, juda ham yaxshi. Bu necha kilogacha ko'taradi bu? Xo'p, kilosi 200 kilo, 300 kilogacha undan ham ziyodini ko'taraveradi. Ko'taraveradi, javob berasiz-da. Stenkalari qalin. Qalindan bo'ladi. Hali 1 yillik narsa emas. Yo'q, ancha xizmat qilib beradi. Hisobga olingan, shuning uchun stoykalar, lagerlar qo'yilgan. Juda ham yaxshi. Demak 1,5 million so'm. Bundan hozirroq ekan, bor ekan, biznashda. Juda ham yaxshi. Jigarlar sog'liqqa yaxshi qarash kerak. Misol uchun ba'zi bir odamlar bor, endi men motivator emasman, endi sizlarga yaxshi maslahat sifatida gapirmoqchiman. Kimdirlar bor budini berib ishlaydi-da, 5 yil, 10 yil ishlagandan keyin sog'lig'i ketadi. O'sha 5 yil, 10 yil ishlagan pulini sog'lig'ini tiklashga sarflaydi. Men misol uchun o'zim topgan pulimdan 10%, 15%ni o'zimga investitsiya qilaman. Ya'ni sog'lig'imga, sport pitaniyalarga, shunga o'xshagan narsalarga sarflayman. Yoshim 28 da. Polniy mana shu 28 ga kirgunimcha eng kamida 15 yil, 17 yildan beri sport ichidaman. Hali sog'lig'imdan umuman muammo bo'lgani yo'q. Mana farzandlarim bor, farzandlarim ham xudo xolasa sportga beraman. Sport bilan shug'ullangan odam doim yaxshi bo'ladi, jigarlar. Bu endi motivator san u bo'lsan deb yozishlarning keragi yo'q. Men dildan suhbat qilmoqchiman sizlar bilan. Xo'p, bundan tashqari bu tomonda mana bunisi turniy qilsalaring bo'ladi. Mana keng holatda qilib, mana shunday holatda bemalol kunda 2 mahal, 3 mahal uyga kelganingizda ota-onangiz shunga o'xshagan 100 ta 50 ta turniy qilib tursalaring sog'lom bo'lasizlar. Bundan tashqari agar osilib turadigan bo'lsalaring, mana shu holatda osilib tursalaring 1 minut yoki 1,5 minut yoki sabrlaring yetguncha osilib turadigan bo'lsalaring, sizlar grija bo'ladi-yu. Grija mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana umurtqa mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, shuni oralarida ya'ni grija bo'ladi. Endi buni santimetrlarga bo'lishadi, doktorlar chiqarib berishadi. Osilgan sari cho'ziladi bu narsa. Qisilib oxiri grija ham chiqib ketadi. Faqat sport bilan yo'qoladi xolos. Bu lecheniya bilan grija degan narsa yo'qolmaydi, faqat sport bilan yo'qoladi. Xo'p. Ustki turnisi ham bor, mana bu tomonda mana. Oppa. Bundan tashqari pastroq osilaring ham bo'ladi. Agar bo'ylaring sal pastroq bo'ladigan bo'lsa, pastga osilaring bo'ladi yoki tevaga chiqib mana bunday holatda qilsalaring ham bo'ladi. Bundan tashqari agar arjimoniya qiladigan bo'lsangiz, mana ushlaydigan joylarni qo'yib qo'yishgan, bemalol arjimoniya qilsangiz ham bo'ladi. Endi bu tomoniga aylanib o'tib, brus qilishingiz mumkin mana. Brus ham qilaverasiz bemalol. Mana. Aylanasizda, bu tomonga o'tib turib, bemalol endi yana press qilishingiz imkoniyati bor. Xohlasangiz oyog'ingizni ko'tarib olib, xohlasangiz mana shunday holatda sekin-sekin badanga nagruska berib qiladigan bo'lsangiz, yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari, buni pastga olsangiz ham bo'ladi, bo'yingiz pastroq bo'ladigan bo'lsa. Ponni gayka bo'lib yechiladigan holatda mana uyingiz ichiga olib kirib olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir odamlar uyi kichikroq bo'ladi. Uyning ichiga eshigidan sig'maydi, shuni ichkarida olib kirib olsa ham bo'laveradi. O'rtalari ponni nerjavikadan qilingan. Yaxshi. Xo'p, turban stenkasi necha? Profillar? Xo'p, 8 ga 4 bo'ladi, qalin bo'ladi. Bundan hozir navis qilishyapti, shunaqa material, qalin bo'ladi. Yaxshi, kraskalar parashkoy. Bu ham 1 yillik narsa emas, Yo'q, ancha xizmat qiladi. Men to'g'risi obunachilarimga yaxshi narsani tavsiya qilaman, shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Demak, yaxshi nerjavika 8 ga 4 profil. Xo'p. Domni ichiga olib kirsa bo'ladi, va narxi necha pul buni? Olib berdi. 1,800,000 so'm. 1,800,000 so'm. Dastlabkasi ham bor. Bu necha kilogacha ko'taradi taxminan? Xo'p, 250 kilogacha ko'taraveradi. Hozir ikki kishi ikki tomondan shug'ullandik, bemalol tirnobga yaxshi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'p. Bu ikkosi bir xil bo'lsa kerakmi? Ha, bir xil. Ikkosi bir xil. 1,800,000 so'm. Endi jigarlar, mana bu tomonda ko'rib turganlaringdek basketbol shiti bor. Turnisi bor, pressi bor. Mana
To'plari ham bo'ladimi komplektda? To'pni ichiga qo'shib Shuni beramiz. o'ynaysizlar mana. Hoppa. Hoppa tashlab turib. Ye? Ana. Mana shu holatda bemalol o'ynasalar ham bo'ladi. Uyda dam olish kunlari, bola chaqa bilan baribir o'zingiz sport bilan shug'ullansangiz, albatta farzandingiz ham sportsmen bo'ladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan gap bekorga emasda maqolam, to'g'rimi? Nima deysiz, Ravshanbek o'zingiz? Qo'shilasizmi gapimga? Aha. Xo'p. Basketbol shiti, turnisi, pressi hamda orqasiga o'tadigan bo'lsangiz, bunda ham o'sha turnilari bor, ustki keyingi shirokiylari bor ekan. Xo'p, buni narxi nech pul? Xo'p, buni narxi 2,5 million so'm. Yaxshi tomoni aka, shitni pastga qo'yib bersangiz, kichkina bolachalar ham bemalol tashlayveradi. Men o'zi qizim ham tinmay qiziqashingga tashlayapti. Ha, buni demak pastga olsa Pastga bo'ladi. olsa bo'laveradi. Pastga qo'yib qo'yib, Bunga 2 kishi bo'lish kerak. bolalarda ham bo'yiga moslab beraverasiz, bemalol. Bo'yiga moslasa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi qarang. Bu holatda komplekt nech pul hozir? Xo'p, bu en fulli deyiladi. 3 million 100 ming so'm shiti bo'ladi, turniy brus arjimaniyasi, mushoyi ham bo'ladi. Mushoyini ham sekin. Agar menga mushoyli holati desa, shit kerak bo'lsa 2 million 300 ming so'm qilib beriladi. Bo'lsa ham bo'ladi. Nimaga ovoz chiqyapti desangiz, joyimiz anchagina Notekis bo'lganligi. Tekis joyga qo'yib yuborilsa, hech qachon ovoz chiqmaydi. Ha, nimalar ham yaxshi ekan. Mushoylar ham yaxshi ekan. Mushoylari ko'rja. Ha, musho endi ba'zi bir odamlarda Ravshanbek vaqti yo'q-da, sportga qatnashgani yoki Zalga borgan borgani. transport yo'q bo'ladi, erinchoq bo'lib qoladi ba'zi bir mahalla. Uyingizga olib kirib olsangiz, jigar, mehmonxonangiz bo'ladi, qayerga bo'lsa ham olib kirib olsangiz, sport bilan shug'ullanib sog'lom bo'lasiz. Endi avvalo to'g'risi, men endi yana bir marta aytaman, motivator emasman, baribir oila boshqarayotgan har bitta erkak sport bilan shug'ullanish kerak. Vaqti bemahal oilasini himoya qilish kerak bo'ladi. Misol uchun endi Xudo saqlasin, o'g'ri tushmasin, o'g'ri tushadigan bo'lsa, ko'cha-kuyda birov bilan talashib gap tortishib bo'ladigan bo'lsangiz ham baribir sizning kuch-quvvatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Bu narsalar baribir sizga ancha-muncha yordam beradi, sog'lig'ingizni zo'r tiklab beradi. Zo'r. 3 million dedingiz buni? 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm. Dastlabkasichi? Dastlabkasi tekin aka. Dastlabki tekin. Endi bundan tashqari tennisga qiziqqanlar uchun jigarlar, mana tennisning stol komplekt holatda yig'iladimi bu? Yig'iladi joylarga. Yig'iladi. Nech pul narxi buni? Xo'p, 1 million 600 ming so'm rakatkasi, temir setkasi qatirlangan ichida siz obunachilar. Hamma yo'q ichida bo'ladi. 1 million 600 ming so'm uylarga olib bersa, agar siz obunachilaringiz shekka kelsa, 1 million 400 ming so'mga chiroyli qilib 1 million 400 ming. Xonadonni o'zidan. Xonadonni o'zidan. Juda ham yaxshi. Polni raskladnoy bular, ha, joyiga qarab ligirovkaga ham kelaveradi. Vaqti bemahal misol uchun uyga olib kelayotganda yig'ib olib kelaverasiz, olib chiqayotganda yana yig'ib olib chiqaverasiz. Keyin xohlasangiz o'ynamaydigan mahallingizda yig'ib qo'ysangiz ham bo'ladi. To'g'rimi? Bu tomonlari ham qulay, juda ham yaxshi. Juda ham zo'r. Menimcha boshqa gap kerak emas. Jigar, Xudo xolasa sizlarga ham shunaqangi sifatli, kачественный narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran nomer qoldiraman. Maksimal like bosib, kommentariyada fikrlaring qoldiringlar. Men aytgan gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Hammalaringga rahmat. Salomat bo'linglar.